Mana. Mana bolalar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 короче. Mana bolalar. 14 xil qovunni hozir mana shu tanlab so'yib qo'ydik. Endi qaysi qovun eng mazzaligini javobini o'zimiz ko'ramiz. Birinchi qovun mana bu. Ol. Nomini kommentariyada yozib ketinglar har bir qovunni. Mana. Sizlarga qoldiramiz. Mana. Operator qo'li band aka. Operator odam emas. Operator odam emas. Bu Qizil qovun. ajoyib mazzasi bor ekan. Nimaga o'xshaydi? Oshqovoqqa o'xshab ketadi. Juda ham qattiq, juda qattiq emas, sredniy qattiq. Girsilli. Nisbatan girsillidir. Lekin ta'mi ja unaqa Zo'r. o'rtacha. O'rtacha birinchi qovunni ta'mi. Mana bu mana bodringga o'xshagan qovun. Ta'mi endi bodringniki bo'lmas. Operatorni nimasini hissasini men qo'yib qo'yapman. Ranglari ham oqshiroq. Bodring. Bu qishki qovun. O'shaning uchun hozir umuman ta'mi yo'q. Ya, Umuman mazzasi ta'mi yo'q. ajoyib, lekin shirasi yo'q. Bodring. Mazasi ham yo'q, ta'mi ham yo'q. Mehmonlarga bering, orqada Ma. mehmonlar, orqada mehmonlar. Bitta. Ol. Chaqiring. Ha. Yarim soatdan keyin qaraysiz. Ye, ajoyib ekansiz. Bu Mana. qaysi? Qovunimizmi? Bu nimani operatorning hissi? Bu uchinchi qovun. Vam. Obunavatda zeleный versiyasi ekan. Yaxshi. 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 Shirasi Lekin hali ham kamroq. sal o'rtacharoq. Hozir mana shu O'raveramiz. uchovidan ichidan qaysi biri yaxshi? Mana shu yaxshi. Uchovining ichida eng shirinrog'i mana bu. Davay, Ikkinchisi. Sizlar uchun. Endi bu знаменитый xorazmskiy gurvak degani. Na. Xorazmskiy gurvak. Wow. Rosa suvli. Shirasi ham yaxshi. Kimlar? 4-o'ringa o'tdi bu. Uchta qovundan keyin bilmayman, bitta hammasi aralashib ketib qoldi nega. Kecha yeganda lekin zo'r edi haqiqatdan. Yo, mana bu 1 2 3 4 bo'lsa, mana birinchi o'rin, bu ikkinchi o'rin, uchinchi, to'rtinchi bo'ldi. Tezlatamiz, buray. Давайте. Keyingisi mana sariq qovunimiz. Juda yaxshi bir o'g'mas ekan. Olinglar. Tavrotini yedik. Uy. Ha. Mudhish vaziyat. Mudhish hodisa paydo bo'ldi. Bu pishmagan qovunga o'xshaydi ekan. Qizil qovunga o'xshab ketadigan ta'mi ham, girsillashyapti. Keyingisi. Obunovat. Neylar? Ma. Bo'linglar. Qani, Bu qovunning nomini ayting, obunachilar qiynalmasin. bu qovunning nomini men точно bilaman, Obunovat. 6-qovunimiz. Zo'r. Meni fikrim bo'yicha mana shu hozircha Birinchi topda. o'rin. Birinchi o'rin bu. Obunovat birinchi o'rinda hozircha. Endi mana yana ajoyib qovunimiz bor ekan. Bu mana bu qovun. Hop. Ustamga ber. Tarpidaga o'xshab ketar ekan ta'mi. O'ta Bu uchinchi o'rin. slabый. Menimcha mazali bo'lsa kerak. Mana ko'kcha shikli, nima? Obunavatdan keyin bu ta'mi sal bilinmayapti, lekin shirinligi bilinyapti. Просто bu sirishkim shirin ekan. Ma. Hozir qaysi biri? Mana bu ko'kchami nima? Qiz bo'chib qolish xavfi bor. Tezlatamiz. O'ta yomon. Shirasi kuchli ekan. Shira kuchli ekan. Bu mani versiyam bo'yicha birinchi o'rin. Qaysi Hozircha. qovun edi Bu mana bu qovun. Nomini yozib olinglar. Ko'kcha bo'lsa kerak bir Bu narsa. Gurvakdan ham zo'r chiqdi. Vashchi dahshat. Gurvakdan ham zo'r chiqdi. Bu nima? Gurvak avvalgi versiya. Tezlatamiz. Yo'q, birinchi o'ringa shu chiqdi hozircha. Bo'chib qolish mumkin. Mah. Bir-biridan shirin ketib chiqyapti-yu. Hozir Birinchi o'ringa chiqdi. bu birinchi birinchi o'rin. o'ringa chiqdi. Mana bu falasati. Har bitta qovun demak yangilayapti. Bu uchinchi o'rin. Uchinchi o'rin. Buni oshqovoqqa o'xshagani bor ekan. Qani? Mayli, olinglar. Bunisini ko'ramiz. Bu 3-o'rin men uchun. 4-o'rin mana bu qovun. Ajoyib.
4-o'rim. Lekin bir gulli ta'mi bor, gulga o'xshagan, такой цветочный ta'mi bor. Shirasi ham yaxshi-yu, lekin mana bundan o'tolmadi. Bu bir. Agar hech qaysi birini yemagan bo'lsak, mana shu to'p bo'lardi lekin. Ha. Agar umuman qovunlar bo'lmaganda endi mana bu yo'q. Bu qovun Oxirgacha yemayman. No comment, dam yo'q. Ko'rinishicha bodringga o'xshaydi, bodring aka. Sizni tanib, sizdan qolish. Ma. Sindirib beraver. Bu mana oq qovun degani ekan, oq qovundan. Oppoq turadi, ajoyib pishmaganga o'xshab turibdi. Yo'q, bu Bo'lmadi, juda bo'lmadi. g'alati ta'mi. Tushunmadim buni. Mana. Olinglar. Bu sariq qovun ekan. Mana bu qovun. Ko'ramiz. Voy. Shirasi bor. Shirasi bor. Bu obnovatga Bu o'xshab ketadi. 4-o'rim. Shunchani ichida 4. Mana endi Jizzax torpeda deymidi nima? Shunaqa deyarmidi? Mana bu Jizzax qovuni. Zo'r-ku lekin birga tortmadi. 2 bu. Ikkinchi o'rin qovun. Nima shunda? Согласен, 2. Holat tarixiy. Hozir mana bu 1 bo'ldi. Ha. Mana bu 1 bo'ldi. Bu 2 bo'ldi. Yo'q, men uchun mana bu 1. Mana bu oxiri obunovat. Obnovat san uchun 1. Mana uchun mana bu 1 bo'ldi. Mana uchun bu 1, bu 2, bu 3. Mana uchun mana bu 1, mana bu 2, mana bu 3 bo'ldi. Yakun. Kommentariyada yozinglar, har bir qovunni ko'rdinglar, biz ataylab nomini kommentariyada yozinglar, har bir qovunni nomini ko'rdinglar, ataylab nomini sizlarga aytmadik. Shtop, sizlar biladi. Kommentariyada qovunlarni Hozir to'xtang, iltimos. kommentariyada qovunlarni har birini nomini ataylab aytmadik, bu narsani sizlarga qoldirdik. Yozib qoldiringlar. Tashkillab bergan hazorasi. Bu degustatsiyamizni tashkillab bergan Hazoras tumani stendiga rahmat deb qolamiz. Menimcha shu eng go'zal stendlardan biri menga, mani fikrimcha. O'shaning uchun kelinglar shu stendni olaylik dedim. Quchoqsiz. Eng yaxshi chiroyli takoy ko'rkam stendlardan biri bo'lgani uchun kelinglar shu yerda chiroyli chiqadi deb keldik. Bizga mana shu qovunlarni tashkillashtirib berishdi. 14 ta qovunni degustatsiya qildik. 14 ta qovunni degustatsiya qildik. Endi bag'ini o'zlaring ko'rasizlar. Har birimizni fikri har xil bo'ldi. Fikrlar subyektiv. Fikrlar subyektiv. Bo'ldi. Xayr.